hasad qildingizmi? Demak, uyalchang insonsiz. Desam ishonasizmi? Da, bu rost. Hasad orqasida uyat turibdi desam ishonasizmi? Qanaqasiga deyishingiz mumkin, lekin bu rost. Uyat shunaqangi narsaki, u sotsiumdan kelib chiqadi. Ya'ni siz atrof muhitda normalarga javob berish uchun, ularni ожиданиyasidagi inson bo'lish uchun o'zingizni qilgan qiluvlaringizni bekitishni boshlaysiz. Va shu bilan birgalikda siz nega boshqa insonga hasad qilasiz bilasizmi? Chunki unga o'xshashi, undagi harakat qilishi, undagi bo'lishi xohlashingizni aytishdan, ko'rsatishdan uyalasiz. Va shuni orqasidan hasad qilasiz. Agar siz vaqtida, mana shu insonga o'xshagim kelyapti, chunki mana shunaqa narsalarni xohlayapman deya olsangiz, uyalmasdan, atrofingizdagi insonlardan, даже o'zingizdan uyalmasdan o'sha narsani tan olsangiz, siz hasad qilishni to'xtatasiz. Uyalchi insonlarga jo'natib qo'yinglar.